Assalomu alaykum zamin moto obunachilari. Mana bugun 17-iyul 2026-yil. Kechki soat kechki vaqtlar bo'lganiga qaramasdan 9 ga qarab ketayotganiga qaramasdan bizda savdolarimiz qizg'in davom etmoqda. Ushbu akalar mana ushbu samasval variantimizni xarid qilishdi. Mana o'zlari ko'rib, hamma narsasini tekshirib olishdi va mana bu gigant modelimizni 2 metrli 1,5 tonnali modelimizni xarid qilishdi. Ikkalasi bir joyga bo'ldi. Buni tomlari bilan mana xarid qilishdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Farg'ona viloyati Quvasoy shahriga 15,5 million so'm tomsiz 15,5 million so'mdan xarid qilishdi. Bunisi ham 15,5 million so'm, nariga ham 15,5 million so'mdan xarid qilishdi. Dastavkalari albatta ichida. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana egalari. Aka, qanday? Ma'qulmi? Narx-navoz qanaqa aka? Nima deysizlar kuzatuvchilarimizga? Mana akamlar ham xursand, mana narx-navolar ham juda ham ma'qul ekan. Ancha joyda ko'rib, so'rab, surishtirib kelishibdi. Mana kimga mana shunday motorollerlarimiz, skuterlarimiz, bayklarimiz, mashinachalarimiz, labolarimiz kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Albatta sizlarni talab istaklaringizga binoan qanday ma'qul keladigan bo'lsa, o'shandayni sizlarga tavsiya qilib yetkazib beramiz.